Bu endi Tavaga chiqdi. yillar. Ha. Galboy yillarchalar. Galboy yillarimiz aka 8 yillik archalar. Bu mushmula mana. Mushmula. Ha, bu bargini to'ymaydi mana yaprog'ini, qattiq. Yaproq qishda ham o'zini holatini yo'qotmaydi. Jabdashli bo'ydan. Qirg'izistonga mos narsa. Ha, Qirg'izistonda har qanday joyda yaxshi bo'ladi mana. Mushmula. Dekabrda gullaydi. Dekabrda gullaydi. Ha, mevasi ham limon, mandarin, o'rik, shunaqangi olmani ta'mini beradi. Ha. Kavkazskiy deb qo'yadi. Mushmula, yaponskisi bor. Mana ular Magnolia mana. Magnolia. Ha, magnoliyalar mana mashallah. Magnolia qanday yoqda? Mana barbaris mana. Hep qizib bo'ladi. Barbaris bu. Yaqinda endi gullashni boshlaydi. Barbaris. Bular majvenniklar mana. Majvenni archalar doimiy mana shu kesib turilsa, abreska qiladi. Ha. Bu mana shu qancha kessa shuncha pushinni turadi. Rangi yana ham ochiladi. Ochiladi. Qalin holatda, chiroyli holatda o'zini ko'rsatadi. Archa qarib ketmaydi. Doim qiyish kerak bular. Bu yerda mana pis degani bor. Bu ham Yevropichki nima? Mana o'zi pixta mana. Bu pixta mana aka. Bu yerda o'tirib charpayadi. Charpa qiladigan yer mana. Bu yerda o'tirib jazda, jayinda o'tiramiz, osh qilamiz. Hammalar bo'lsa kelaveradi. Shu gastinsa bizda. Bu yer gastinsa. Bog'ni gastinsasi mana. Ha. Mana biyalar. Mana bu narsani tanishtiring. Mana bu Yanomos deydi. Yaponskiy Yanomos. Mana har xil moni Beeline deb qo'yadi. No Beeline ekan, to'xtog'ili yaqinroq tartayın. Aliq Beeline ekanda u. Ha, Beeline. Bu bargini tashamaydi. Japrog'i o'shanday turadi. Barglarini tashamaydi, japrog'ini tashamaydi. Nimacha? Bu ne degan? Buni sorti bu. Mana har turdagi sorti bor-da buni. Bularda japroq tashamaydi. Ayavay so'nin turadi. Chiroyli narsalar bular mana. Mana ranglari har xil o'zi mana. Har turdagisi bor bu ko'chatchalar. Ko'chatlari desa bor bundan. Ko'chatchalari. Bu ham yana bir turi. Italyanskiy Yanomos bu. Molar zeleniy, mayda bargligi mana, mayda barglik. Bu ham mana mashina yana bir turi mana, mayda bargligi mana. Bunda mayda turi ekanda. Bargini tashamaydi. Bu ham chiroyli holatda rangda turadi, har xil. Mana Akura Nishiki degan Niyaka gulli oldi. Yaponskiy Akura Nishiki. Yaponskiy juda chiroyli narsa mana. Darag'imiz. Yaponskiy. Chiroyli bo'ladi-da, mana shunday bo'layotganda. Bularni xudo xolasa kuzga ko'chatlari tayyor bo'ladi buni. Kuzga chiqadi xudo xolasa. Bu shtampoviy bo'ladi mana. Mana shunday gullaydi, shtampoviy bo'ladi. Shtamp ekanda bular. Qishda ham turaveradi. Minus 25-30 gacha chidaydi. Osti ne osti? Osti tol bu. Osti qadimgilar tol o'ziga. Oddiy qadimgilar tol. Bu maydan qiyishtirilgan mana. Shtamp qo'yilgan ekanda bu yerga. Shtamp qilib mashadan qiyishtirilgan. Bu toldan xudo xolasa Akura Nishikidan bo'ladi mana. Juda ham chiroyli holatda bo'ladi. Devor qilsa ham bo'ladi bundan. Shtamp qilib tarbiyalasa ham landshaftlarga juda ham chiroyli. Aka buni ne gullayinda qolib turibmi? Bu mana bu qadimki nimada? Salix degan yana bir mash nimamizni bo'lashchasi mana. Gulini olishingiz mumkin. Bu ham juda ham chiroyli holatda bo'ladi mana. Salix deb qo'yadi. Salix. Mana o'zi bizda nima qilishni boshladi mana, pinli chiqarishdi mana. Bu mana shunaqa majnun tolga o'xshab osilib bo'ladi. Bulardan ham kuzga xudo xolasa ko'chatlari tayyor, xudo xolasa. Bu Nandini degani mana. Nandini. Bu qishda ham bargini to'ymaydi, juda ham chiroyli narsa mana. Qattiq bo'ladi barglar. Nandini. Bu ham dekorativniy mana japroq to'kmaydi. Japroq to'kmaydi bunda. Bu tis degan narsa. Bu ham juda chiroyli narsa mana. Bu tis degan narsa. Bu ham barg to'kmaydi mana. Veshniy zeleniy narsa. Piramida bo'ladi, juda chiroyli. Archalarimizni mana bu kremiskiy sasna.
Kırım sasnası deydi. Bu mana majvennik yaşı. Majvenliklar. Hozir boya ko'rgan piramidamiz mana bu bo'lakcha holatda shakl berilgan. Qiyib tursa qancha qiysa shuncha chiroyli bo'ladi. Bir joyda turish kerak ekanda bunda. Ha. Bu mana italyanskiy yel. Голубой yel İtalyanskiy, boshqa sortda. Bu boshqa sortda. Qattiq bo'ladi. Mana iynalari ham qattiq bo'ladi. Hop. Mana bu Knижный gold deydi. Knижный gold. Ammo mesni knижныйlar mana. Bu gold mana, sariq bo'ladi. Bular hozir mana buni $50, $100 atrofida mana shu razmerlari $100 bo'lyapti. Nasıl razmer? $100. Mana ular mana shu razmerlari mana bu zelennisi o'zi mahalliylar o'zimizda yetishtirilgan. Bular $10, $5 atrofida bularning narxi. Bularning aqchasi. Bu Yevropaniki bu, sariq. Bu Yevropaniki. Ammo Fatuniya deb bu ham mana japrog'ini to'zlaydi. Bakini umuman tushirmaydi mana. Bu Fatuniya. Fatuniya degan. Fatuniya mana bu bo'lsa qip-qizil rangga kiradi mana shu. Bu qizil bo'lib qoladi. Bahorda qip-qizil bo'lib qoladi. Uni kesib nimasini olamiz, qalamchasini. Bu kalistimon degan nimamiz, kustarnigimiz. Qishda ham baxt o'ymaydi. Mana o'zi urug'lari urug' solgan. Harakat doimiy ravishda o'suv davom etadi mana. 5 marta gullaydi. Oho, bir yilda 5 jol gullaydi. Bu baxt o'ymaydi. Juda ham chiroyli gullaydi. Qizil ochiladigan. Buni har xil turlari bor. Bellar endi mana shu dekoratsiyalar. Bu endi mana shu bu zona hozir dekoratsiya kiribmiz-da. Bu yoq kelayotgan mehmonlarga gostinitsamiz. Gostinitsa bular mana. Gostinitsadan bir qator. Mehmonlar qachon bo'lsa kelib dam olib yotib ketsak bo'ladi ekan bu yerda. Bu yerda mana shu boqqa qilib qo'yganmiz mehmonlarga. Hamma sharoitlar bor, kelib shartlari bor ekan bardig'i. O'zimizda archalar mana. Shu yo'lni bo'yiga kiraverishga ekkanmiz mana. Qancha qiyib tursa, abreshga qilib tursa, shunchalik chiroy ochadi. O'kotang bir sort hozircha boshqa o'rtada. Bir sort, hammasi bir sort. Bittasini globus qilingan, bittasini piramida qilib tevaga o'stirilgan. Bir sort. So'nim turadi. Doim kesib turibdi. Yetishtirilgan mana. To'g'ri. X185 naviga, hatto X185 navi bor, X145 navi bor. Mana o'zi ulama qilib qo'ygan. Ular ulab tayyor ekanda hozir, ha? Endi mana bu yerda 2 yasharliklari bor mana. 2 yasharliklar mana. Bu yoqdanmi bor? Aynen. 2 yasharlik ko'chatlari. Bellar sotildi mana. Mana şeydan. Bu yerda qazib sotyapsiz, ha? Sotdik mana. Bir 5-6 mingta sotildi mana şeydan. Hozir bu yerda bir 2000 tegaragida bor, 2000 ta tegaragida. Bu endi shopdollarimiz mana. Bu shabdollar. Shopdollar mana joyida turibdi mana. Xudo xolasa bular ham mana bu qaysi sort to'liq mana. Nektarinmi? Bu chempion. Bu chempion. Bu dibet degan oq shopdoli, oppoq bo'ladi. Oppoq dibet. Dibet. Oq shopdoli. Oq shopdoli, oq lissi deb qo'yadi. Bu yerda nektarin bor mana. 2 qator nektarin. Super lola bor mana. Super lola, turetskiy lola bor mana. Bu yoqda turetskiy lola mana. Bu yoqda turetskiy lola. Turetskiy lola mana. Qizil bo'ladi. Mana shu ko'chatlar turetskiy lola. Ko'chatlar xudo xolasa mana guli bilan bu yilda o'zida 1,5 kilodan qilib beradi xudo xolasa. Agar erta ekilib oladigan bo'lsa. Agar martga qolib, martda oyog'iga o'tib ketadigan bo'lsa, gulini ushamay qoladi. Qancha erta ekilsa, shuncha yaxshi tutadi, yaxshi ushab qoladi gulini. Shabdol qatorni bitirdik. Hozir keyingi qatorga o'tamiz. Bu qurmo ekan. Qurmo degan sorti bu. Sivicha sortlari. Eng bizda yaxshi ketayotgan hozirgi kunda sivicha ketyapti. Sivicha bu birinchi pishadi, sivicha xurmo. Rossiyaga, Qozog'iston juda suyadi. Sivicha xurmolar. Mana asosiy o'zimda sivicha, o'zim ham xurmoga yaxshi ketaman. Archalarimiz qirmtasini ko'rsatadi.
Endi noklar bor mana bu yerda, abad bor. Abad nokimiz. Ne qatarga keldik? Nima bor? Diviziy bor bu yerda. Diviziy bor bu yerda. Abad bilan diviziy. Talgarskiy krasavitsa bilan Mauzer bor. Mauzerda ham hozir ko'rib o'tamiz. Olma qatarga o'tdik. Olmalarda hop bu yerda mana boyka bor mana. Boyka. Podvoyi? MM106 podvoylar bular. Pishish davri sentyabrda 15-20lari. Oktyabrga o'tadi Qirg'izistonda. Bizda noyabrda teritoz aka, 15-noyabrda. Klimatga qarab. Ovqatlarda yana ham kechroq pishadi, sovuq joylarda. Granny Smith bu. Granny Smith. Olma. Bu ham kechki olma. Granny Smith. Bunimiz mana Super Golden. Bu ham sentyabrda 10'larida pishadi bizda. Bizi sharoitda mana. O'shda 15-larda pishadi. Nasibul aka, bu yer dengiz satiqdan qancha? Dengiz dengilidan qancha bitta turadi? Dengili 650 metr. 650 metr. Biz eng chuqur zonada turamiz. Zak zona turadi. Biz 2 daryo o'tgan. 2 daryo. 550, 650 da turamiz biz. O'sha zonalar. O'sha zonalar. Qora daryo o'tganda Zak zona hisoblanadi. Bu yog'imizda Tentaysoy o'tgan. Tentaysoy bor. Mana bu Gala bu. Mana bo'yicha cho'ng'ayib ketmaydi, o'rtacha bo'ladi. Yozga olma bu. Gala. Gala mas degan bu. Bor, pinkileydi o'xshaydi aka, jalbiroqda ko'pdir. Pinkileydi mana bu. Olmamiz pinkileydi. Bunisi mana Jeramin. Jeramini degan olmamiz. Biz o'tganda Toshkentdagi boyag'i nemani ko'rdik-da, olma bog'larda, ancha qizargan emas. Bu unar sharoitda sizlarda shartda qanday bo'lib o'tadi? Jeraminlar novqatda juda zo'r rang beradi. Biz Andijon hududlarida jeramin bu darajada qorayib qizarmaydi. Biz shartlar issiqda. Bular sentyabrda bizga tushadigan olmalar oktyabrda pishuvchi kechki olmalar yaxshi tushadi bu zonalarda. Endi bunimiz pinkileydi mana. Pinkileydi mana, jalbiroq tashlab eng kechki, eng udar olma desak ham bo'ladi. Juda zo'r olma. Pinkileydi. Bizi O'zbekistonda har qanday sharoitiga to'g'ri keladi. Qirg'izistonda har qanday sharoitida bo'ladi. Novqatda bo'lsin, Qorako'chada bo'lsin, Jallobod, qayerda bo'lsa ham mana yaxshi bo'ladi bu olma. Chunki oktyabrski qorda ham turaveradi. Qorda ham turaveradi. Juda bardoshli, eng kech pishar, saqlagani ham yozga to'g'ri turadi. Saqlasa. Pinkileydi olma. Bu Bryanskiy degan olmamiz mana bu yerda. 2 qator Bryanskiy degan olma mana. Bu yozga olma. Yozga olma. Yozga olma. Bu где-то bizda iyunda boshlari 7, 8lari, 10lariga pishyapti. Bu Rossiyaga ketadigan olma. Juda serhosil olma. Rossiyaga ketadi. Yaxshi pul oladi. Pishish muddati o'shanda avgustda pishadi, iyunda pishadi. Iyunda pishadi. Iyun ertaga olmalar. Bog' olma deb qo'yadi. Chorniy olmosingiz bor turibdi. Mana chorniy olmaz. Bu yerda mana asosiy mana chorniy olmasni klientlar kelib doim 2 ta, 5 ta, 10 ta, 20 ta qilib olib ketishyapti. Mana chorniy olmas 200 tutcha ulangan. 200 dona bor edi, hozir oz qoldi. 50 ta, 60 ta qoldi xolos chorniy olmas. Keyingisi Kripson mana. Kripson, start Kripson. Bu ham sentyabrda 10-15lariga pishadi bizni Andijon sharoitida. Endi bu Red Delicious. Red Delicious degan olmamiz, bu ham qizil bo'ladi. Qo'zinchoqroq bo'ladi. Bu olmamiz ham kechki olma. Bu ham sentyabrda 15lari, 20lariga pishadigan olma. Qizil bo'ladi. Siz pulni aytib ketding aka, ko'rarmanlar so'raydi. So'x go'zali bu. So'x go'zali. So'x go'zali olmamiz, bu yozgi olma, bog' olma, chang olma ham deb qo'yishadi. So'x go'zali. Hozir ko'pchilik so'x go'zali bilan chang olmani aralashtirib beryapti. O'zi chang olma bilan so'x go'zali bitta sort. Faqat olmasini ustida chang bo'lganligini hisobiga chang olma deyish o'lyapti. So'x go'zali bu yozgi olma, iyunda pishadi. Bu Rossiyaga ketadigan bog' olma bu. Endi bularning narxi hozir qirg'iz puliga
100 so'mga to'g'ri keladi, 100 so'm. 100 so'm. Endi bu yerda olmalarni turiga qarab, galalarimiz 150 so'm atir tegaragida. Ha. Pink Lady 150, 140 so'm qirg'iz puliga. Endi chorniy almazimiz bir 400 so'm Tegaragida. 400 so'm tegaragida. Shtugi. Hop. Endi bu o'riylar mana. Bu qizil bo'ladi mana. Erta pisha turgan. Prince degan sorti bu. Turetishki sort. Qizil bo'ladi. Bu zo'r Rossiyaga yaxshi olyapti. Chetga yaxshi chiqadigan sort hisoblanadi mana shu yerda mana. Prince. Perla degani bor. Perla, Spanori bor. Perla deganimiz 3 turli qoq oladi. Perlalar. Spanorilarimiz bor, qanta go'riy bor. Qanta. Qanday ko'riklari bor? O'riyda hozir bir 5 oq o'rigan bor. Oq o'riylar ham bor. O'riylar masalan. Bu yerda shopton chempion sorti. Gilas. Gilozlarimiz yo'qda bo'lsa. Bu yerda shabdoli bor ekan. Olmalar mana. Belli nalik. Nasibul aka, bularni уже tayyor qilib, qazib ko'mib qo'ydingizlar уже, tayyor. Boshladi. Endi bundan Sezonni ochdingizlarmi? Ko'chatni qazishni boshlaymiz. Sababi hozir qazimasa ko'chatda uyg'onishga kelib qoladi. Uyg'onishga kelib qoladi. Kunda уже tezroq harakatga tushib qoladi, ko'chat qo'zg'alib qoladi. Shunday. Ko'chat to'xtatadigan davr keldi. Ko'chat qanday ko'mish kerak? Ko'chat ko'mishda mana hozir ko'rsataman. Mana bu gilozlar mana. Qo'pan gilozlar. Mana shunday holatda agar ko'chatni ko'madigan bo'lsak, hech qanaqa ziyoni yo'q. Ko'chat yayrab hamma yeriga tuproq tegadi. Agar buni qumga ko'mib qo'yadigan bo'lsak, baylab ko'mib qo'yadigan bo'lsak, tuproq hamma yeriga tegmay qoladi. Ko'chatda pateriya bo'ladi. Ko'karishda. Agar mana unday holatda bo'ladigan bo'lsa, hech qanday pateriya bo'lmaydi. Yerda turganday, o'zi joyida turganday turadi mana. Ular ajratib ko'miladi. Mana shunday holatda ko'chatni saqlash kerak. Pitovnilarda ham, mana ko'chatni olib sotayotganlarga ham maslahatimiz, mana ko'chatni mana shunday holatda saqlash kerak. Tuproqda saqlash kerak. Qumda emas. Qum qizigandan keyin nima tomirni jonini sug'urib oladi. Bor namlik tortib oladi. Ertaga mana quyoshlar chiqib, havo harorati isigandan keyin qum bo'lsa, ko'chatni jonini tortib oladi. Shuning uchun birinchi navbatda qumga emas, oddiy tuproqda mana shunday holatda ko'miladi. Ko'mish kerak, ha? Gilozlar mana o'sha hozir yerlarni bo'shatishni boshladik. O'rniga haligi sizlar ko'rgan sensalarni ekamiz, archa sensalar, ko'chat sensalar, podvoylarni ekishni boshlaymiz mana. Endi mana bu ham giloz mana. Qaysi sortlarni aytib ketsangiz bir qator. Nima qaysi sort? Valvoy sertsa. Manavichi? Bu skina bu. Skina? Bu mana valvoy sertsa bular ham. Mana xudo xolasa bular ham mana guli bilan turibdi. Mana olib ekishman mana to'ldir gul mana. O'sha bu yilda o'zidan meva berishni boshlaydi inshaalloh. Mana. Bog' uchun o'zi aslida mana shu tipdagi ko'chat zo'r. Bog' uchun bir xilda chiqadi. Yaxshi mana mevani o'zi podvoyni ham qo'shib aytib keting, podvoyni. Podvoylar hozir VSL2 bor, VSL2. Keyin GZL6 bor. Molar GZL6da. Molar VSL2da. Hop, endi bunimiz nimamiz hozir? Keyingi yilga tayyor bo'ladigan ko'chatlarimiz mana. Hozir ulama qilib tayyorlab qo'yilgan bu 2022-yil kuz oyiga tayyor bo'ladi.